Taqdir hazili muallif. Mohira Ikromovna birinchi qism. Bu yoqqa kel, men kimga aytyapman, Maryam? Oyijon, oyi, men bu yerdaman. Men ovoz kelayotgan tomonga talpinardim, biroq oyoqlarim o'zimga bo'ysunmasdi. Maryam! Ovoz tobora uzoqlashib borardi. Oyi! Baqirgancha uyg'onib ketdim. Yana o'sha tushlar, o'yladim. Bular nimani anglatadi? Men oyi deb atayotgan ayol aslida kim? Nega men uni ovozini eshitaman u o'zini ko'rmayman? Ha, mening bir oydan beri davom qilib kelayotgan, lekin o'zim sira ham tushunmagan tushlarim sabab meni shunday savollar qiynardi. Yoshim 18 da bo'lishiga qaramasdan, shu paytgacha meni dunyoga keltirgan ayol, ya'ni onam kim ekanligini bilmayman. Bu haqida otamdan ham so'ray olmayman. Chunki bu yaxshilikka olib kelmasligini juda yaxshi bilaman. Esimda 10 yoshligimda akam dadamdan oyim haqida so'ragandi. Dadam javob berishni istamadi. Akam qaysarlik qilib turib oldi, ammo dadamdan biror sado ham chiqmadi. Ha, qaysarlik bobida dadam va akam bir-biridan qolishmaydi. Akam, aytmasangiz aytmang, oyimni o'zim topaman, degancha uydan chiqib ketayotganida dadam akamga o'q uzgan. O'q akamning oyog'iga tegib, akam 6 oygacha yura olmagan. Ana shundan keyin uyimizda oyi degan so'z boshqa aytilmagan. Akamning ahvolini ko'rib, men ham bu haqida so'z ochishga qo'rqib qolganman. Bu haqida gapirish, kimsan, Demirkayaga qarshi urush ochish bilan teng degidi go'yo. Demirkaya bu mening dadam. Mening ismim Maryam Kaya. Akam Murat Kaya. Oilam haqida gapiradigan bo'lsam, dadam juda katta mafiya boshlig'i. Akam dadamning 10 qo'li. Dadam juda bu olamning eng 5 avqat odamlaridan biri. Hech kimni ayyab o'tirmaydilar. Ular nima desa, aynan shu bo'lishi kerak. Mening ham xarakterim shunaqa. Balki bu qaysarlik Kaya oilasining qonida bordir. Dadam va akam ko'pincha uyda bo'lmaydilar. Uyni eng ishonchli odami Metin akaga topshirganlar. Metin akaning mendan 2 yosh katta o'g'li bor. Ismi Yildirim. Yildirim mening tansoqchim va haydovchim. O'zi kelishgan yigit u, biroq men bilan umuman gaplashmaydi. Hatto yuzimga ham qaramaydi. Shuning uchun ham uni juda ham yomon ko'raman. Lekin u meni doimo xavf-xatardan himoya qiladi. Meni hatto bir marta o'lib ketishiga ham oz qolgandi. Dadam uyda yo'q payti doimo Metin amakining yonida yuraman. Qaysidir ma'noda Metin amaki mening ustozim. Men dadam va akamdan menga ham quroldan foydalanishni o'rgatishini ko'p bor so'raganman. Biroq dadam hamisha bunga qarshi bo'lib kelgan. Men esa bu shashtimdan qaytmadim. Dadamga sezdirmasdan Metin amakidan qurol ishlatish sirlarini o'rgandim. Maqtanishmas u, hozir mening oldimga ancha-muncha merganlar ham tusha olmaydi. Dadam uyda bo'lmagan paytlari men doim to'pponcha bilan mashq qilaman. Bugun ham shunday bo'ldi. Dadam va akam uydan chiqib ketishlari bilan tezda hovliga chiqdim va akam doimo mashq qiladigan joyga borib to'pponchadan ota boshladim. Men har doimgidek dadam va akam bugun ham kech keladi yoki kelishmaydi deb o'ylagandim. Biroq yanglishgan ekanman. Men 10 tacha nishonni bexato urib, o'zimcha xursand bo'lib sakrab baqira boshladim. Ammo ovozimni baland yangragan qarsak ovozi bosib ketdi. Men o'sha tarafga qaradim va turgan joyimda qotib qoldim. Dada! Ha, dadam va akam odamlari bilan ortga qaytishgan ekan. Murat, dadam akamga gapirdi. Nigohi bo'lsa menda eshitaman. Akam menga endi tamomsan degandek qarardi. Uni ichkariga olib kir. Sen esa yonidagi yigitga ishora qildi. Metin va Yildirimni chaqir, degancha ichkariga yo'l oldi. Men akamning turtkisidan o'zimga keldim. Mo'ltirabgina akamga qaradim. Akam ko'zi bilan yur degandek ishora qildi. Men noiloj akamning ortidan ergashdim. Yurib ketar ekanman, o'zimni xuddi qurbonlikka atalgan qo'ydek his qilardim. Biz oldinma-keyin dadamning kabinetiga kirdik. Akam bemalol har doimgi joyiga o'tirdi. Men eshik oldida haykaldek qotdim. Dadam bo'lsa jim, faqat qo'lidagi sovuq qurolga qaraydi. Shu paytda xayolimga bir fikr keldi-yu, qo'rqib ketdim. Tanamdan sovuq ter chiqib ketdi. Yo'q, dadam bunday qila olmaydi. Yoki qilishi mumkinmi? Axir ular Demirkaya. Demirkayadan hamma narsani kutish mumkin.
Men shularni o'ylagancha qotib turardim. Xo'sh, dadam qo'lidagi qurolini stol ustiga qo'yib, o'rnidan turdi. Sen qachondan buyon mening aytganlarimga qarshi chiqadigan bo'lib qolding? Dadam menga shunday qaradiki, oyoqlarim qaltirab ketdi. Dada, men haligi... Bas. Dadam stolga bir urdi. Men senga nima degandim? Qurolga yaqinlashma demaganmidim? Men ha degancha boshimni qimirlatdim. Unda nega? Men shunchaki sizga munosib bo'lish uchungina. Men shunday degancha boshimni ko'tarib sekin dadamga qaradim. Chindan menga munosib bo'lishni istaysanmi? Dadamning savol ohangi negadir meni biroz qo'rqitdi. Shunda ham men qat'iy ha dedim. Unda tayyorlan, tez orada turmushga chiqasan. Dadam bu so'zni shunchalar xotirjam gapirdiki, men esdan og'ay dedim. Dada, bu nima, hazilmi? Men jilmayishga urindim. Ammo bu harakatim jilmayishdan ko'ra og'riqdan bujmayishga o'xshab ketdi nazarimda. Akamga qaradim. Akam men aralashmayman degandek yelka qisdi. Meni biror marta hazillashganimni ko'rganmiding? Ha, men norin gapirganimni endi angladim. Chindan ham dadam shu paytgacha biror marta ham kulmagan, hazillashmagan. Demak, ular chindan meni turmushga bermoqchi. Biroq kimga? Dadamga bu savolni berishga negadir hayo qildim. Ammo kimligini bilishim kerak. Sekin dadamga qaradim. Dadamning ham nigohi menda. Mendan kuyov kim deb so'ramoqchi bo'lsang kerak, shunaqami? Dadamning bu savolidan negadir uyaldim. Ko'zlarimni darhol olib qochdim. Meni yaxshilab eshit. Sen mening ashaddiy dushmanim Dogan Aksoyning yolg'iz o'g'li Ali Aksoyga turmushga chiqasan. Lekin nega? Men hayron bo'lgancha so'radim. Bilishimcha hozir o'rtalaringizda senga beriladigan topshiriq Dogan Aksoyning rafiqasi Sevda Aksoyni o'ldirish. Gapimni tushundingmi? Dadam shu so'zlarni aytar ekan, nigohida juda kuchli nafrat aks etardi. Men dadamning nega bunaqa qilayotganlari haqida o'ylar ekanman, eshikning taqqillashi xayolimni buzdi. Kiraver Metin. Sen esa xonangga bor. Menga qarab ham qo'ymasdan gapirdilar. Men indamaygina dadamning kabinetidan chiqib, ketish haqida o'ylamasdan gap o'ylamoqchi bo'ldim. Biroq ichkaridan hech qanday tovush eshitilmasdi. Men yaxshiroq eshitish uchun eshikka yana ham yaqin bordim. Xuddi yopishib qolgandek holatda edim. Biroq bu holat uzoqqa cho'zilmadi. Eshik birdan ochilib, men polga yiqildim. To'g'riga qararkanman, o'zimni dadamning oyoqlari ostida ko'rdim. Tezda o'rnimdan turdim. Bu yerda nima qilyapsan? Dadam iloji boricha muloyimlik bilan gapirishga urindilar. Men haligi nima deyishni bilmay qoldim. Doim shunaqa. Dadam savol bersa gapiradigan gapimni unutib qo'yaman. Keyin esimga kelgunicha kalovlanib turaveraman. Ammo bu safar darrov esladim. Men tufayli Metin amaki va Yildirimni jazolashingizni istamaganim uchun shu yerdaman. Ko'z ostidan dadamga qaradim. Ha, mening xarakterim shunaqa antiqa. Yoshim 18 da bo'lsa ham, ba'zan o'zimni yosh bola bo'lsa ham aqli noqis boladek tutardim. Bilmadim nega. Balkim dadam va akamdan o'zim istagandek mehr ololmaganim uchundir. To'g'ri, akam dadamga qaraganda mehrliroq. Biroq bu ham menga yetmaydi. Qolaversa akam 18 yoshga to'lgan kunidan boshlab o'zini xuddi dadamdek tutadigan bo'lib qolgan. Mana shunga ham 8 yil bo'libdi. 8 yildan buyon men juda ham yolg'izman. Yaxshiyam, Metin amaki va Yildirim bor. Meni yolg'iz qoldirishmagan. Ayniqsa Metin amakin. Ba'zida Demir Kayaning emas, Metin amakimning qizi bo'lib qolgim keladi. Dadam menga qarab turdi-da, akamga uni olib ket degandek ishora qildi-da, ichkariga kirib ketdi. Qani ketdik. Akam shunday degancha bilagimdan ushlab olib chiqib keta boshladi. Men ortimga qarab ketardim. Xonamni oldiga kelganimizda akam "Aqlli qiz bo'lib xonangda o'tir" degancha ketayotganida ularning bilagidan ushlab, "Aka, dadamga ayting, Metin amakini aybi yo'q, ularni jazolamasin", dedim jovdiragancha. Akam menga qaradi-da, jimgina ketdi. Men nima qilishni bilmasdim. Chunki Demir Kayadan hamma narsani kutish mumkin. Men xonamda u yoqdan bu yoqqa to'xtamasdan yurarkanman, har bir tovush xuddi o'q otilgandek eshitilardi menga. Oradan 30 daqiqacha vaqt o'tib, xonam eshigi taqqilladi. "Kiring", asabiylashgancha gapirdim.
Eshik ochilib Yildirim kirib keldi. Yildirim. Uning yoniga yugurib bordim. Uni bag'rimga bosishdan o'zimni zo'rg'a tutib turardim. Dadam sizlarni men sababli urushganlari uchun juda afsusdaman. Xonim, seni Demirbey chaqiryaptilar. Yildirim jiddiy qiyofada gapirdi. Ha, Yildirim doim shunaqa. Uni hech kulganini ko'rmaganman. Menga ham xonim deydi-yu, sensirab gapiradi. Gohida men uning yerlik ekanligiga ham shubha qilib qolaman. G'irt ahmoqman. Xayollar bilan bo'lib, dadamning kabineti oldiga qanday yetib kelganimni ham bilmayman. Eshikni taqillatib ochdim va kirsam bo'ladimi? Kiraver. Dadamning javobidan keyin sekin kirdim. O'tir. Akamning yonidan joy ko'rsatdi. Jimgina borib o'tirdim. Boya aytganimdek, tez kunda to'y. Ali Aksoy bilan oila qurasan. Sen shunday qilishing kerakki, Ali Aksoy sen uchun hech ikkilanmasdan oilasidan voz kechib, ularni o'z qo'li bilan o'ldirsin. Agar akam ham shunaqa qilsa, siz nima qilardingiz? Hayolimga kelganini aytib yubordim. Ammo keyin nima deb qo'yganimni anglab, og'zimni qo'lim bilan yopib oldim. Keyingi qismni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.